Ey o'g'lim, sen shunchaki tasodif emassan. Sen ajdodlaringni tugallanmagan rejassan. Shohlik qonda emas, himmatda bo'ladi. Men vatanimni boy berib ham shoh edim. Sen hamma narsang bor bo'lib, nima uchun gadolik qilyapsan? Men 12 yoshimda saltanat yukini yelkamga oldim. Senchi? Sen hali ham sharoit kutib o'tiribsanmi? Vatan seni ko'tarib yurishiga o'rganma. Sen vatanni yelkangda ko'tarishni o'rgan. Meni Bobur qilgan narsa Hindistondagi tillalar emas, Andijonda qolgan g'ururim edi. Najotni birovdan kutgan qul bo'lib o'ladi. Sening Hindistoning sening bilimingdir. Tur. Bugun o'zingni yengmasang, ertaga seni dunyo yengadi. Sening bugungi dangasaliging bizning 1000 yillik mehnatimizni chippakka chiqaradi. Tur. Biz qalam va qilich bilan yetolmagan cho'qqiga sen ilm bilan chiqishing shart.